Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan bunyod etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi bugun nafaqat xorijiy sayyohlarni, balki dunyoning yirik ilm-ma'rifat vakillari, ekspertlarni ham o'ziga jalb etmoqda. Bu ulug'vor maskan haqida muxbirimiz reportaj tayyorladi. Islom sivilizatsiyasi markazi bizni hayratga solishda davom etmoqda. Sababi o'zim ham bu yerga bir necha bor tashrif buyurgan mehmon sifatida aytishim mumkinki, har gal kelganimda yangi ekspozitsiyalar meni qarshi oladi. Hozir biz turgan markazning yuragi hisoblangan Qur'on zalida ham yangi eksponatlarni ko'rishingiz mumkin. Saudiya Arabistoni podshohligining Jidda shahrida joylashgan Islom san'ati muzeyi tomonidan 14 ta noyob artefaktlar olib kelindi. Bu artefaktlarning barchasi islom dini tarixi bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular orasida payg'ambarimiz alayhissalomning qabrlaridan olingan, ya'ni 1900-yilda tayyorlangan yashil rangli ipakdan tayyorlangan yopqich noyob artefaktlar turidan hisoblanadi. Undan tashqari 1900-yilda tayyorlangan Ka'ba eshigining kisvasi ham mavjud. Bundan tashqari 17-20 asrga oid noyob Qur'on qo'lyozmalari ham mavjud. Shuningdek, Makka shahrida haram hududida ishlatilgan misdan tayyorlangan parchalarni ham kuzatishimiz mumkin. Yangi ekspozitsiyada bizni e'tiborimizni tortgan artefaktlardan biri Dur an-Najaf toshlari to'plami. Uni o'ziga xos xususiyati shundaki, agar e'tibor bersangiz, 115 ta toshga Qur'oni Karim suralarining nomlari bilan bezatilgan. Xususan, mana ham diqqat e'tiborimni tortgan jihati shundan iboratki, Baqara surasini shu kichkina toshga to'liq matni tushirilgan ekan. Undan tashqari qadimiy qo'lyozma Qur'onlar ichida eng o'ziga xos ekani bilan ajralib turadigani shu 17-asrda Afrika qit'asiga oid bo'lgan Qur'oni Karim mavjud. Uni bizni hayron qoldirgani shundan iboratki, u muqovalanmagan. Sababi o'sha paytda qo'lyozma Qur'onlarning nodirligi, kamligini inobatga olib, ko'p o'quvchilar uni bo'lishib o'qishgan ekan. O'shaning uchun bu Qur'on muqovalanmagan ekan. U yerda 500 dan ortiq sahifasi saqlanib qolgan hozirgacha. Bu ham o'ziga xos bir tarixiy ahamiyatga ega. Markaz mana shunday nodir eksponatlar bilan xorijiy sayyohlarni o'ziga ohangrabodek chorlamoqda. This is a really well-built museum and then with lots of AI assisted. Bu juda zamonaviy va puxta tashkil etilgan muzey ekan, ayniqsa sun'iy intellekt asosidagi yechimlar meni hayratda qoldirdi. Eng muhimi esa gid barcha eksponatlar va tarixiy ma'lumotlarni juda batafsil tushuntirib berdi. Shu bois bu muzey menda juda yaxshi taassurot qoldirdi. O'zbekistonga ham, ushbu markazga ham ilk bor tashrif buyurdim. Nazarimda islom madaniyati bilan tanishishni istagan har bir kishi sayohatini aynan shu yerdan boshlashi kerak. This is our first day here in Uzbekistan. Bu O'zbekistondagi birinchi kunimiz. Mamlakatning diqqatga sazovor maskanlarini ko'rishdan avval uning boy tarixi va madaniyati bilan aynan shu muzeyda tanishishni boshlaganimizdan juda mamnunmiz. Bu yerdagi tarixiy meros nihoyatda boy ekan. Ayniqsa mamlakatning qadimiy tarixi, yuksak madaniyati va ilm-fan taraqqiyoti meni chin dildan hayratga soldi. I'm happy to be here. Ushbu markazda bo'lganimdan juda xursandman. Birinchi taassurotlarim ajoyib, hayajonli, ta'sirli va nihoyatda go'zal maskan ekan. Hammasi juda yuqori saviyada tashkil etilgan. Bu yerda bo'lish men uchun chinakam zavq bag'ishladi. Bugun Toshkentdagi ilk kunim va bu muzey men uchun juda yoqimli, kutilmagan sovg'a bo'ldi. Muzey очень такой величественный, красивый. Juda chiroyli. Muzeyda juda ko'p tarix va qiziqarli hikoyalar jamlangan. Shunchalik keng ko'lamli va zamonaviy bo'lishini tasavvur ham qilmagandim. Gid barcha eksponatlar haqida batafsil va qiziqarli ma'lumot berdi. Ekskursiyani boshidan oxirigacha katta qiziqish bilan tingladim. Muzeyning bezatilishi, ekspozitsiyalarning tashkil etilishi va yakundagi shou esa menda unutilmas taassurot qoldirdi. It's wonderful, mashallah, beautiful. Hayratda qoldim. Juda go'zal muzey ekan. Bu yerdan juda katta bilim olish mumkin. Hamma eksponatlarni tomosha qilish uchun nazarimda kamida 2 hafta kerak bo'ladi. Barchasi hayratlanarli darajada. Islom sivilizatsiyasi markazi guvohi bo'lganingizdek, har bir mehmonning mana shunday hayratiga sabab bo'lmoqda. Ularni bir olam taassurotlar bilan kuzatmoqda. Aynan shu xabar bilan Fakt 24 bu sonni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.